Diqqətinizdə davamlıq bugünkü radio jurnu programımız orlaşdırılğan Ənvərcan Xoca Ərtekin'nin Xoşnamның qızı hazırlıq hekayəsinin davamıdır bolsun. Şu hələkçilik bilan yürüp, yıl-yılmı yaqinlashib qaldı. Apamның, achilarimning besimimi kundan-kunga ig'irlashqil turdi. Әмді әр әпті өйге қайтқандыл әмәс, көнділі шу кәп, көнділі шу ғам. Телефоным тоқтымай тегідек сайрайды. Ола нөвәтлішіп тегідек телефон ұрышыды. Әр кепіде тойның етіні чықырышыды. Құлақтырым гәпке мұ тойды, тойғы мұ тойды. Той қымай тұрып, той деген намның немешкі қойылғалығыны түшенгенлік болдым. Әшпәшті күче еңі ел етіп келді. Başlığımızның орынлаштырышы білән арпақшымы ішқандекілер жығылып олтырмақчы болдық. İşxanda başlıq bilan qoşulub 4 əri, 3 ayal, 7 adamlı bulub, hər 2 adam birdən işxanda kəngtaşa o'tirishadıq. Faqat başlıqla özü yalğız bizninkidimi çoğ, bizninkidimi hayvatlik işxanda kerilib o'tiradi. Məndən başqaları saplı pensiyaga taqab qalğan yoki pensiyaga chiqish oldi turgan o'tir yosh yoki yashanganlar. Faqat mənla ularning orasidagi birdan-bir so'yma edim. O'ltirishning gepi chiqishi bilanla birsi u restoranni, birsi bu restoranni maqtash qiltirdi. Lekin oxir yanli boshliqning gepi gap bo'lib, hammamiz ishdan tushibla oldin zakaz qilib etilgan restoranga berishga majbur bo'ldik. Restoran qandaqli bo'lmasin, Naya ichidla. Ya'ni kelib, mening uyim joylashgan O'ltiraq rayonining yendili edi. Bu menga nisbatan qolaylik tuyulgan bo'lsa-mu, boshqalar ancha rozi bo'lishmagan edi. Qandaq gap bu? dedi Qodir akam ayrimxonaga kiribla oldi bilan o'kdi qo'pib. Qachonlik qarsa mush restoranga boshlagan. Ayollar bayramidimi shu, amgakchilar bayramidimi shu, davlat bayramidimi shu. Yana mush restoranga gap o'ltadik. Xuddi boshqa restoran yo'qdek. Ya tamog'ining tayini yo'q, ya muhitining. Kutkuchilarning talatning satligi cho'dixi. Hammaylar degidek uning gapini bir eg'izni tasdiqlab, qo'llab quvvatlashdi. Ayrimxona ichi go'yo qaynayotgan qozondekli po'qirab ketdi. Lekin boshliq kirishi bilanla sovuq cho'p sag'andek pastlab qoldi. Shunda qilib o'ltirishimiz boshlanib ketdi. Boshliq bir butliga aroqni o'zi bosh bo'lib tugitishiga Qodir akam saqiyligini o'tkazib olib, hadab so'lab mangdirg'il turdi. Hatto boya boshliqning qo'lidan ishmagan men bechorami bu odamdan qutulolmadim. Uning ustiga ishkanga bamay qo'ymaydigan, ishmaganga zo'lamaydigan boshliqmi Qodir akamning mo'risiga qiqib qo'yib, nimlandir bahona qilib, allaqachon yo'qolgan edi. Ayollarmu senden men qalamdim degandek hadab bir-biriga yolg'ondan zo'lg'an bo'lib, qizlar axni suv ichgandek ichishib o'ltiradi. Bundaq ahvolda yana eti-peti deb o'ltirsam, hammasi mayli demasligi, sog'liq qilishlari, hatto kamsitish xarakterdagi gaplarni qilib bilishi turg'anli gap. Bo'libmi Qodir akamning bugun payzi boshqacha. Hech kim gap qilmadi degandimi, Qodir akamning bir nima deyishi aniq. Chunki u meni boshqalardan bakrak tushundamasmi. Albatta, uning yengdan sesiq, ko'takdan qo'pol, tegi tinch okeandimi cho'nqur gap so'zlarni menla obdan tushunaman. Ichvozliq davomlashgan sari har xil har qismi gaplar, yapta va qip yalg'och chaqchaqlar bir-birini cho'lib chiqiltirdi. Odam qiyirgan sari cho'ng sifatlashib ketadi deb o'ylaydim. Lekin bular bugun har qanday narsa chekiga yetsa aksiga qaytadi degandek kichik bolaning o'zli bo'lib qolgan edi. Birasining aqliga bo'lsa-mu, aramizda bolamizdek biri o'ltirdi. Gapni sal diqqat qilib qilayli degan o'y fikrmi kelmadi. Buningga qarab, ularni hatto bu vaqtga qaytib ketganmikin deb o'ylab qoldim. 3-4 rum ichib qo'yib, ko'zlarimni alas bo'g'iltirdi. Bo'lmadi. Endi qochmay qachon qochaman, dedimda, telefonni qo'limga tutgan bo'lib, o'zimni g'ipda sirtqa atdim. Sirtqa chiqishim bilanla shunchalik sap, shunchalik sovuq nam havo demig'imga ko'pida urildi. Bayli qarayib turgan yer yuzi birdamla oppoq qor chechaklari bilan bezlashga boshladi. Oppoq manan qaplagan osmon sathisidan to'lim larson tushib, bir-birisining ustiga ehtiyotchilik bilan qo'nayotgan qor ushqunlari ba'zi odamning qosh kirpiklarini yo'qlab qo'yadi. Men kichigimda mushunda qarga amroq edim. Mushunda qarlar mening ortiq ish bilan xo'shim yo'q. O'zim bilan o'zim suhbatlashga moyil tuproq mijozimga toza mos keladi.
Şoňa men daim simsim ýamgurda, muşunda qarda azraq bolsunmu yalğız meňe bilişni halap qalatdym. Bugünmü men üçün asan uçurmaydigan fursat yetip kelgen idi. Men bu fursatni çiň tutdumda, içim oýluk mamuk çapynymyň ýakysyny kötürüp, qonçuluk şiddetimning bu quşlaryny qaytadan çiňitip goýup, beşim qaygan, putum taygan taraplarga qarap ýürüp ketdim. Arzuyumdikidek koçalar şunçalik hali, şunçalik jimjit idi. Özümni ve muno yelkemge kepenekdek qonuvatkan qarni hesaplamaganda, koçu çıraqlarının xira yoruqi astida uyan-buyan çepişivatkan çoň kiçik maşinama. Tinep qalgan quşqaş ballardek anda sanda uçurap qaldıgan qız yigitler. Gumbu-gumbang muzika ve qaqaqlıgan külki avazy anlıp turdigan doqmuş-doqmuşdiki restoran, çayxanalardan başqa bütkül hayatlık qışlık uyqu g'arq bolganda görünetdi. Balkim başqalama bizdek bolun puşqaqdan birasiga tiqilib, harp keçişinin huzurdan bahriman bolup atqandı. Yoki soğukdan qo'rqib, uydan chiqmay tugilib yotadigandı. Mayli nimeli bolsun, hozir qar qaplagan bütkül ko'cha mangli qoldirgandek edi. Men avval erkin azada halda barliq cho'ng yo'llarni bo'ylab mengib chiqdim. Andin tarmoq yo'llarni besib, bog'cha, maydonlarni sayli qildim. Sahridim, taxladim, vaqirdim. Darvaqa shuncha vaqtlardan buyon yig'ilib qolgan g'aldi g'ashlar baraqli tozlangandek ko'nglim vallada ichilib qoldi. Bara-bara maydon chiroqlarimi o'chdi. Men asta-asta kaynim gelib, uyimni nishonlab mengib ketdim. Qaytqucha biz o'ltirgan restoranchilikning tiyasi yeniqliq turganligini yiroqdan ko'rib, qasdan oldidan o'tdim. Biroq restoran ichidan jimjitlik puruq kelib turdi. Anim bo'lsa, tinch amon qaytishibdi-da, deb o'yladim-da, udul darvoza qarab maqdim. İç-içimden bir xil azadlik, erkinlik, xo'shallik o'qchib turadi. Men shu xil kayfiyatim bilan koridor ichiga qadam qo'yib, töven, ammo mo'ngluq ovozim bilan o'zim yaxshi ko'radigan bir xalq naqshiga to'lg'inimcha asta-asta yuqori o'rlashga boshladim. Tuyuqsiz oldimdagi eshik g'ishli qilib ochildi-da, tonishli bir gavda qiya ochilgan eshik arijidan yerim yotib chiqib qoldi. Men sehrinib qolgandek turgan joyimda qaytib qoldim. Ko'zlarim uningga tikilgan edi. Tova, bu qandaq bo'lib ketgan amdi. Gulqiz bu uyni nima ish qildigandu? Yana kelib yerim kecha bo'laydigan chaqda. Uxlash kiyimi sapmi kesh bilanla texi. Kallam bardilla qalaymi qalishib ketdi. Qizmi qo'lidagi liqqida axlat qachlangan solyoq xaltini ishkiniga pam bilan qo'yib bo'lib, beshini ko'tardi, bardilla cho'chib ketdi. Siz o'ramidan uning hayron qilayotganligi chiqib turadi. Lekin bu hayronlik tezda illiq kulimsirashga almashdi. Tinchlikmi? Uyingizga endi qaytibsiz-da? Turqumdan sal xijil bo'lib, o'zimga qaytishga urindim. Ha, sal kech qoldim. Harp kun emasmi? Baldiroq qaramaylam. Qiz yana shu muloyimligi bilan asta eshik tutqishi qo'l uzatdi. Gulqiz, to'xtab turing-a. Birdil aldirab qoldim va u yapmoqchi bo'lgan ishga qo'l ustib to'xtab oldim. Nima ish bo'ldi? Gulqiz yana hayronlik ilkida manqardi. Siz bu uyda... Tilim yana kalvalashdi. Men aldirab tinab maqsad ko'tdim. Demakchi bo'g'unim, siz bu uyda tursiz-ku. Gulqiz yenikdan elib pisingida kulib qo'ydi. Ha, men texi men mushu uyda tursam. Nima? Mushu uyda? Ha, uyimiz mushu. Tengir qapli qoldim. Acaba Qodir akamning uyimi mushu yerda bo'lg'aymatdi. Menmo bir qancha qaytim uning boshqa bir o'ltiraq rayon ichidan chiqayotganligini ko'rgandek qilgan. Bo'lmasa, fukamoy, uyimiz bir yerda jumo deb bo'lsa-mu, bir qaytim tenib qo'ya bo'lg'aydi. Demak, Qodir akam bu qizni allburun talonlik qilib atgan-kanda. Kallam yana peqirashga boshladi. Yiqilib tushmay deb bir qo'lim bilan darhol tomni tutib oldim. Undaqda siz eringiz bilan mushu uyda turamsiz? Uyay, nimalan deydigansiz? Gulqiz o'ppida qizarg'inicha ko'zlarini darhol ilib qochdi. Bo'ldi xo'sh, opam ansirab qoladi. Men kirib ketay. Nima? Pilildab qolgan umid shamim qaytadan yongandek bo'ldi. Men quloqlarimga ishonmagandek yana ishlab so'rab ketdim. Opam? Demak, cho'nglardan turdigansizda? Siz dek to'y qilmadingizmi? Hayojinim hech besildigandek emas. Yuragim shu tapda ko'krak qalbimdan teshib chiqib ketgandek go'pildab so'qmoqda edi. Gulqizning qizillik yo'qilmagan chehrada yana illiq kulimsirash aks etdi. Ha, xo'sh, men kirib ketay.
u yana bir qitim tabassum qildi-da, eshikni astag'in yopdi. Men shu hamon yana eshik esildim. Undaqda sizlarmi asli mush yerda o'ltirdikansizlar-da? Qarangma Qodir akamning menga debmi qo'ymag'ini. Gulqizning chiroyida darhol tanqislik va norozilik ifodalangandek bo'ldi. Men uning sal-pal titrashga boshlagan nozik qomatiga mundaqli qarab qo'yib, aldirab tushuntirishga boshladim. Dadangiz bilan ikkimiz bir ishxonada ishlaymiz emasmi? Lekin men hozirgacha Qodir akam ikkimizning bir qo'rodan ishga berib kelganligimizni bilmay yuribdiman. Gulqiz bir hazagacha eg'zimga qarab qoldi. Ondan o'maqqina kulimsirdi. Yaqay, Qodir dadam opamning akasi bo'ladi. Ularning uyi rostili bu yerda emas. Nima? Men shu chaqdala Qodir akamning bir chaqladi degan singlimning uyimi shu yerda ukam. Uyni yaxshi yerdan apsan degan gapini esim kelib, yenikin tinib oldim. Xo'shamsa, yaxshi tush ko'ring. Gulqiz kirib ketdi. To'g'risini aytganda, yuragimni beli ilib ketdi. Shu kecha asosan xiyol bilan tong otqizdim. Atsi qizargan ko'zlarimni ulab, tasda o'rnimdan turdim-da, aldirab pinab derazni sirtqa qo'ru ichiga qardim. Xiyolimda uni qo'ru ichida paydo bo'lgandek, meni saqlab turgandek his qilyotdim. Biroq bu sezimim tezda ko'pikka aylandi. Sirtda oppoq qor bilan qoplangan gulliklar, yo'llar, ko'cha chiroqlari va dal-daraxtlardan boshqa tuzukrak odamni ko'rinmaydi. Xeyli uzun qarab turgandan keyin o'z-o'zimga miyiqimda kulib qo'ydim-da, maysalda tozliq uyga kirib ketdim. Yangi yillik aram ilishga bir kun qo'yib berilgan edi. Bu qisqagina vaqtning asosan yo'ldan o'tib ketadiganligini o'ylab, opamni yo'qlab berish xiyolimdan voz kechdim. Ich-ichimda bir vasvasa. Derazdan yana qarayman. Lekin u yana yo'q. Kun tushdimi qaydaldi. Qo'zg'im ochdi. Oxir o'rnimdan turdim-da, usti boshlarimni baraqur tuzab sirtqa chiqdim. Qarning huzurlang'uchiligimni qamabdi. Yo'llar patqaq, odam shunchalik shalom. Izlangulik ichida g'izalnib o'tirib, Gulqizni uchirtib qilish mumkinchiligining yo'q deyarlik ekanligini afsuslik ichida his qilib yetdim. Tamoqimni hapla-shapla yepla, andiki vaqtimni bo'lsa-mu, titliqdan xoli o'tkazish uchun kitobxona qarab yo'l oldim. Tinchlikmi? Sizmi gapsizda? Qo'limdagi kitob ichiga qandoqlarcha kirib ketganligini sezmay qoldim. Tuyuqsiz qo'liqim to'ydila anglangan kumush qo'ng'iroqdek zil ovozni cho'chib beshimni ko'tarsam, yenimda Gulqiz yaqinliqini kulib qarab turibdi. Vah, nima degan yaxshi. Vujudimga illiq bir iqim taragandek bo'ldi-da, ko'nglim pallada yorib ketdi. Tinchlikmi? Asli sizmi bu yer ekansizda? Men bu illiq tabassum bilan uning ko'zlariga talmurdim. Ha, boyli kirgan. Qarsam bu yer turibsiz. Qanchalik xo'shal bo'lib ketganligimni o'zimga tasvirlab beramayman. Butkul vujudim ichki dunyorimda kulka, ko'zlarimda kulka. Suhbatimiz tabiiyla kitobni cho'rdigan asosda qanot yeb, o'zimda ortiqcha jiddiylashishni his qilmadim. Kitobxona ichini aylanib, kitoblar tizilgan takchilarga birlikda qo'l sunishdik. Bir-birimizga tavsiya qilishdik, past ovozda paranglashdik. Yaqinlik kulishdik. Bu jarayonda u menga o'qigan kitoblarning ko'pligi, bilim ta'siratining mo'lligi, muloyimligi va yiqishligi bilan yana tatliq tuyg'ularni ato qildi. Uyay, birdamlik kashib ketibdi-ku, dedi u bir kamda so'sin ranglik mamoq chapog'ining yanchug'idan telefonni chiqarib, ekronni yondirib qarab. Shundala bugun xo'shlashish damlarimizning yetib kelish oldi turganligini sezib, yuragim jig'ildab ketdi. Kitobxondagilarning ishdan tushadigan vaqti teq bo'lmagandi. Men uningdan oylig'im kelmayotganligini ashu so'z orqali ifodalashga urinayotdim. Vaqtmi to'yishib qopti. Uning ustiga opam uyda yolg'iz qolgan. Voy, unchalik jiddiylashib ketmang-a. Cho'p-cho'ng odam yolg'iz qolsin bo'pti. Gulqiz lavlarini yenikkina tishildi. Shu daqiqa ko'zlaridan qandoqdir hasrat ko'langusi g'ilpal ushqundagandek bo'ldi. Men qaytqach turay, xo'shamisa. Birdilla aldirab qoldim-da, uning orqasidan so'ngdishda sirtqa mangdim. To'xtab turing, Gulqiz. Aldirab qadam ilayotgan Gulqiz to'xtab manqiya baxdi. Uning oldiga o'tib, ko'zlariga iltijo bilan tikildim.
muvaffaq ko'rsangiz kechki tomoqni birga yegan bo'lsak. U qat'iylik bilan beshni yenikin chayqadi. Kechiring, boshqa vaqtda bo'lsin. Apang'izni nimandaq ansiraysiz? Ma'quldang-a? Men qandaqlik bo'lmasin, uni tutib kelishni istavatdim. Rastla kechiring, apam qarmasam bo'lmaydi. Uning o'ramidan yana bakrak jiddiylashayotganligi chiqib turadi. Lavlarimi nemishqidir o'mchishga boshlagan edi. Men uning burilib, yo'lni davomlashtirishga tamshilayotganligini ko'rib, darhol yondashdim. Undaq bo'lsa, apangizga tomoq ilib olamdiq. Ha? Uning qadamining ostilagan fursatidan foydalanib, cho'qim qayliqmoqchi bo'ldim. Men demoqchi, biz birga tomoq yeb, ondan apangizga tomoq ilib olsak. Uning men qargan ko'zlarida darhol cheksiz bir mung, cheksiz bir minnatdorlik tuyg'ulari aks etdi. Shundaq deganingizga rahmat. Biroq apam rostla men bo'lmasam bo'lmaydi. U o'rnidan tura olmaydi. U palash bo'lib qolgan. Shundala uning yuragidagi cho'nqur bir jarohatni qantib qo'yganligini his qildim-da, ko'zlariga gunohkorona hissiyatda aylanib qaradim. Undaqda uning ko'z chanoqlarida labildab turayotgan yosh tomchilari qalbimdagi hissdoshlik bulutlarini texmi quyuqlashtiribdi. Tasalli bermoqchi bo'lgan bo'lsam-mu, muvaffaqroq so'z topolmay dodiqlab turib qoldim. Hech qisi yo'q, yuring birga qaytaylik. Men murakkab his tuyg'ular ichida uningga qo'zdak egishdim. Biz o'ltiraq rayon darvozasidan kirib bo'lg'ichimi, jimjit mengishdik. Bino ichiga kirib, ikkinchi qavatga chiqqanda u menga lappida qarab qo'yib, "Uy kirib o'ltirib chiqmamsiz?" dedi. Men turib qoldim. Meni do'stig'i o'tda kirgan ba. Biroq qizning degan yanla odatdagi takallub so'zi edi. Birov eshigimdagi bog'layman desa, uyga kirayli degan tilimga bog'lang degandek ish qilsam bo'lmaydi. Bo'ldi, xo'sh, rahmat. Ati ko'rishaylik, dedim men. Gulqiz illiq tabassumini menga hamroh qilib qo'yib kirib ketdi. Men ig'ir qadamlarim bilan asta-asta ustiga o'rlab, uyimning eshigini ochdimda, mehmonxonaga o'zimni tashlab yetib ketdim. Qanchalik uzun yetib ketganligimni bilmayman. Bir chaqda eshik yengil chekilgandek bo'ldi. Kimdi bu? Bir batman xiyollar qaynimdan yulqinib chiqib, xo'shyaxmaslik bilan eshikni ochdimda, hayronlik ilikida turib qoldim. Eshik tubida Gulqiz iliq kuni Qodir akamga cho'jir akagan qizil rangli tomoq qachisini tutgan bedi tatingan holda turadi. Ichimdagi xushallik biraqli chiroyimga tep chiqdi. "Voy, qani kiring." Men darhol bir yonga o'tib, uni uyimga, to'g'risi, g'ayribona kulbamga chin yuragimdan taklif qildim. "Rahmat, cho'jir atgandim. Sizni yolg'iz jinda tomoq etib yurguchi deb." Shu hamon Qodir akam ichayotgan, o'rib o'qirab turgan mezlik cho'jiri ko'z oldimga namoyon bo'ldi-da, qo'limni sung'ash, ixtiyorsiz kulib ketdim. "Yana cho'jir etibsiz-da. Siz aytgan cho'jirni qachon ichaman deb o'ylagandim zodi. Yana deysiz-ku, siz qachon cho'jir atganimni ko'rgan?" Gulqiz ko'zlarimga hayronlik bilan tikildi. "Yiliq kunichu. Qodir akam ikkimiz navbatchilik qilib olsak, siz tomoqqa kelib bergan kunichu." "Ha, esimda." Gulqizmi esi kelgandek yenikini kulib qo'ydi. "Toza misat bo'ldi. Toza o'xshatmadim." "Voy, nadikini toza o'xshabdi." Men aldirab tomoq qachisining og'zini ochdim. "Qarang, og'zimdan sho'lgaylar yiqib ketdi. Amsi tezroq ichib oling." U kayniga burildi. Men yana aldirab tinab tomoq qachisini polg'ili qo'ydimda, ishtikli bo'sig'ini putimni oldim. "Birdam o'ltirib chiqsangiz bo'lmamdi." U kayniga burilib kulimsirdi. Apam ansirab qoldi. "Xo'sh. Biroq tomoq qachisi pastga tushganda sunib berasiz." U tushib ketdi. Men turib qoldim. Qalbimda liqqida hayajon. Uyga kirdimda shuncha jiq cho'churni ishtaha bilan ichib, qachini birdan tilbik oldim. "Oldirmay sunib bersangiz bo'ladi." Gulqiz ishni ichibla qo'limdagi qacha qardi-da, "Qani uy kiring," dedi. "Rahmat." Men uni yana bir qitim ko'rib-og'inimga rozi bo'lgan holatda astag'ini keynimgandim. "Hech bo'lmaganda opamni bo'lsam yo'qlab qo'ymamsiz?" Kutilmaganda u men aslida qilichq tegishli bo'lgan, biroq xiyolimga aslo keltirib bo'lamagan. Ammo shu topda vujudimga ham xijillik, ham intizorlik beg'ishlayotgan bir gapni qilib soldi. Putum joyig'ini chaplashib qolgandek turib qoldi. Yuragimga sho'rida issiq iqim tardi. Men asta kaynimga o'rildim-da, uning mayus chehriga mehrim bilan sap soldim. "Albatta, faqat siz xohlasangizlar." Uning ko'zlari nurlanib ketdi.
Men dadil holda oldimga bir necha qadam oldim-yu, yana to'xtab qoldim. Biroq men qop-quruq qo'llarim qarab xijillik his qildim. Hech qisi yo'q, opamning sizni ko'ygisi batdi. Men uning ko'zlariga qaytadan qaradim. U mening ko'zlarimga qaradi. Shu holda bir-birimizning ko'zlari bir-biriga ich sirlarini to'kishga boshladi. Seni suyman qo'y ko'zligim. Mening ko'zlarim uning ko'zlariga umid bilan boqadi. Men seni suyman piston ko'zligim. Uning ko'zlaridan mening ko'zlarimga bir daryo suygi oqadi. Obdan turibsiz balam. Ishkirdagi uyga qadam besishim bilanla qo'shlab silangan ko'pa va konvoy ishlangan yostiqlarga yerim o'rdab yotqizilgan, chehirdan nur temib turgan gul qizning opasi quyuq oq sanchilgan sochlarini yog'liq ichiga yo'shirg'ash, azroq qimildab menga mehr bilan qaradi. O'zlarimni teshtiribla apa. Tilimga ming rahmat. Ba'zida o'zimga shunchalik qo'pol, shunchalik qattiq bilinib ketadigan mono tilim shu topda onalik mehrning, saf muhabbatning ta'sir kuchidan intayin osonla piltidek yumshab suvonga keldi. Qani o'tiring balam, yaqinroq keling. Gul qiz, ko'p samay qarab tursizga qizim. Mana apa. Ishikda o'tlar tengirqab turgan gul qiz alman-talman o'rin ishkovning oldiga keldida, qiyib qizil duxov tashliq bir ko'pni sug'urib ilib, uni mig'inimga qo'ymay astamga soldi. Ondan mehmonxona uyga chiqib, dasturxon ko'tarib kirgandan keyin yukinib o'ltirib non ushtib, choy qo'yishga boshladi. Qani ilang balam, tatimma. Ma'qul. Men qo'sig'imning shuncha to'qliqqa qaramay, adab yuzdan qo'limga bir nonni oldim va bir tishildim. Akam bilan bir idorada ishlaydi ekansiz, ha balam? Shundaq, yana kelib bir ishxonada o'tiramiz. Anglasam, bakmo bilimlik ham tirishchan bola ekansiz. O'pida qizardim. Mao Qadir akamning odamni xijil qilib deb yurgan gapini qaramamdigan. Qaraganda buningdan keyin ishxonada besib o'tirib material ko'msam va yozmasam bo'lmag'idak. Yatigidan gul qizga qarasam, u mendan bakrak qizargan holatda jimjitgina o'ltirib, opasining so'zlarini berilib anglab aytibdi. Shu an diqqatimni shig'dim. Shunday qilib, dadis o'lib ketgandan beri mush qizim bilan qoldim. Aşk etimga qatnash hadisi yuragimga o'chmas bir dog'ni putib qo'ydi. Hafta 10 kungacha qo'ygan tutqunimni bilanmay yurdim. Yig'ladik, qaqshidik, o'rni kelmadi. Shu kunlardan tortib ta hozirgacha akam bizga ko'p yordamlarni qildi. Gul qizmi asta-asta cho'ng bo'lib oliy maktabga o'tdi. U oliy maktabni bitirguncha ansirab yurdim. Ansirmam degan bolam. Siz degan qiz val tursingiz. Shunday qilib, gul qizning o'qish bitishiga oz qoldi. Bir kuni dars munbarida tuyuqsiz yiqilib qoldim. Elim u akam bo'lib qolgani. O'qishiga ta'sir yetmasin deb vaqtincha gul qizg'ini uqtirmadik. U mu patliq qaytib keldi. Shuningdan beri mushundaq bo'lib qoldim qara. Belimning to'van tarpi mushundaq ko'takdak turg'ini turgan. Bajapa mushu qizim qilib bo'lyotdi. Meni boqaman deb nurg'un imtihon fursatlarida ayrilib qoldi. Yig'ilmagan apa. Gul qiz darhol opasining yeniga o'tib, ko'z yoshlarini muloyimlik bilan surtgach, o'maqqina akildi. Siz mu kundan kunga yaxshi bo'lyapsiz. Fursat degan oldimda ko'p tursa. Yo do'stlarning tayini yo'q, yo meni deb talab tuzgimi chiqmaydi. Jinim apa. Ko'ngillarni yerim qilmaslar apa. Mana men uning eng yaqin do'sti. Bu so'zning eg'izimdan qandaqlar chiqib ketganini, oldim qandaqlarcha siljib ketganligimni o'zimni sezmay qoldim. Darhol esim kelganimda uy ichida taksiz bir jimjitlik uzoqcha hukm surgandek bilindi. Chip-chip taliginimcha birdilla yeli chiqib ketgan to'pdek o'ltirib qoldim. Hanim bo'lsa xotirjam bo'lib qoldim bolam. Sizgimi tas? Bo'lsa uyimizga pat-pat kirib turing. Beshimni ko'tarib avval gul qizning, ondan opasining ko'zlariga ishonch bilan qaradim. Cho'qim shunday qilaman. Vujudim yangidan dunyoga kelgan bu vaqtda pap-pakiz bo'lib qoldi. Yuragim yangidan yangi umid, arzu, istaklar bilan to'ldi. Olamchi bir xo'shlik ichimga patmayotgandek qiladi. Chiroyli xo'shlashib yenib chiqdim.
uyga kiribla barliq chiroqlarni yondirdim-da, mehmonxonaning derazini keng ochdim. Izg'irin sovuq havo uy ichiga biraqla etilib kirdi. Osmonda oymi yo'q, yulduzlarmi uyquda. Faqat manla uyqusiz, cheksiz shirin xayollar ilkid edim. Bu yilqi yangi yil kechasi menga haqiqatan yangi tuyg'ularni ato qildi. Yangi xushallik, arzu-armonlarni baxsh etdi. Nima degan tatli kecha bu? Bu kecha hargizmi tong atmag'ay. Shirin xayollarim qat'iy o'zlib qolmag'ay. Men ko'nglimda to'xtamay shuni iltijo qildim-yu, birla inkor qilib tashladim. Yo'q, tong ishtigirak atqay. Hayotimning andiki navbahori gul qiz bilanla chechak ochqay.